Düşkünüm ecesirin havada çarkımın Mavla hoş bırak coşni Yayrattı çarkımın Mavla hoş bırak coşni Yayrattı çarkımın Düştüğümüz taş mengi Kalbimiz duya yalkın Gülcük biz kanatlangan Yasaymiz için dolgun Gülcük biz kanatlangan Yasaymiz için dolgun Sadık, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Bu yerga bir ish bilan chiqqanmidingiz? Doktorxonaning mashinasida bir og'riqni yo'lga solgandik. Mundaqdan. Endi sizni doktor xonim deydiganmizda. O öz hemriğini ipmam diye. Biz mi tezraq işi olaydı. Ma'qul. Sadık. Qum tizginlash punktiga bormasangiz bo'lmamdi. Ma'qul dema. Bu yerda hech qanday ishni boshqa qilib chiqqili bo'lmaydi. Boshqa chiqil bo'ladi. Bizning kichik vaqtdagi orzularimiz cho'qim amalga oshdi. Amalga oshdi-ku. Ana, bizning bog'da amalga oshdi-ku. Sadık. Ketkiningizga 2 yil bo'ldi. Sevinmadingizmi? Bakmi seg'indim. Biroq to'limi aldirash bo'ldim. Bir tarafdan dars anglasam, bir tarafdan qumliq o'simliklarning urug'ini yig'dim. Qumni deydi ekansiz. Uningdan boshqa gapingiz yo'qmi? Bilamsiz. Men kichikchig'imda ko'rgan tushlarimni mush yig'liqqa kashtlab chiqdim. Bu nima uchun? Buni tushunaman. Rasmi? Sadık. Siz har qitim mush yig'liqni ko'rganda meni eslab qo'ying. İkimizning o'rtaq orzu armonlarimizning borlig'ini unutib qolmang.
Sadıkka. Sadıkka. Kichkina Sadıkka. Kim bo'ldi? Qiziq bir tush ko'rdin. Kim tush ko'rding? Keldi bo'stonni ko'rdin. Ras, ben sizga bir xotira ag'ashga kelgandim. Bu sumkalar nimalarni qochlab oldingiz? Bular qumluq o'simliklarining urug'i. Mana. Rahmat. Mana bular qamqoq, yantoq, oq tikanlarning urug'i. Sodiq, siz doim qamqoq, yantoq, oq tikanlarda aytgansiz. Meni o'ylabmi qo'ymaydi ekansiz. Kechiring Rayhon. Men ulardan hargiz ayrilmayman. Osh olvosda o'chig'idan ayrilmaydi ekansiz-da. Albatta, sizdan ayrilmayman. Rasmi? Ras. Kızım, sen ulan çakırıp çıksan ulattı. Ular paransilishyapsa, sat emasmi? O'g'izning isi salqin bo'ldi. Siz yanada kichik vaqtingizdagidek uyingizga chiqishni daraq yomishni yaxshi ko'rdi ekansiz. Qarang, Rayhon. 10 yillik qalaymaganchilik dasidan nurg'unlagan munbat etizlarni qum besib ketdi. Shuni demamsiz. Yani höddiga ilish tizimini yo'l qo'ygandan keyin bu itizlarni hech kim höddiga ilish jur'at qila olmayotdi. Qarang. Kelgusida mushchalarning hammasi bo'stonliqqa aylanadi. Qani? Chiroyliqmi-ki? Ha. Bizmi uy tuzsaq, hamma narsalarimiz bo'ladi. O'zimizning begi, uy jihozlari ko'p vaqt o'tmay sofa, shkaf, rangli televizor, muzlatish shkafi, unalg'u. Shuni danga. İlana. Künde işten qayt. Öydeki işlerimizni tügütüp, keşti yana işlesek. 2 yılga qalmay, hamma narsalarimizni to'liqlab bo'latdiq. Biroq, Haras, hozir hammayat ixtisos egalarini almashtirishni yo'l qo'yibotdi. Dadam muavin jo'rin, men doktorxonada. Siz nahiyada qiyib qolsangiz ajab yaxshi bo'ladi. oy, Rayhon. Kechiring. Biz keyin paranlashib olamiz. Sadık. Qara. Sadıkka, qanday Mana bu ahvolimiz? bizning pikapmi? Bolkovoydan qilishmaydi.
Mana bu dadangning yurak qini. 10 necha yil qumliq bilan elishib to'plagan qimmatli tajribalar. Dadang haqiqatanmi tepilg'usiz yaxshi kishi edi. Qum tezginlash mutaxassisi desakmi bo'ladi. Biroq Dadamning yozganlarini endi tushunyapman. Dadam sızgan bu xaritida yeşil to'sma barpo qilish orqali Alvasti o'chig'ining shimoldagi qumni to'sashni ko'zda tutgan. Biroq bu yeşil to'smani qandoq asrashni? uningga ulgurarmidi? Jon uzish oldida meni taqozzoliq bilan kutgan. Men oram ulguribdiman. U ang og'ir tinig'i bilan menga qamqoq urg'i yig'ishni topilgandi. Hayramatli. U ozdat tatmidi. Hey, Mamtika. Sizning mingiz zaxmlangan tursa, doktor nima degan? Araqsiz bo'lmaydi. Doktor buni doim ichib turing degan. Kunda necha qitim ichganda ondan 10 yillik ofatning qoldirgan jarohatlarga taqobil to'g'ri bo'ladi. Madaniyat inqilobi degan shu ofat beshimizga nima kunlarni samidi? Bolam, o'tgan kunlar uchun pog'on chekayverib, qanotimizni bo'g'ib qo'ymaydi. Biz yanala mush qumliqning burkutlari. Uçmay bombaydı. Dadangning qamqoq deganning ma'nosini tushundingmi? Endi tushundim. Mumkin qadar qamqoq terish kerak. Uning yıldızlar orqali qum barxanlarini muqimlashtirg'il bo'ladi. Bu yergacha. Bu yerga mevli ko'chat tikish kerak. Mandaqda. Sen 2 yil sirt qaniyab tatliq narsani o'ylaydigan bo'lib ketibsan-da, ha? Qarang. Mana bu tatliq emas. Ochiq chuchuk nishoning yov uzumi. O'zimizda tatlig'i bor. Mana bu üzüm. Mana bu qurg'oqchilik chidoshlik beradigan üzüm. Yana qurg'oqchilik chidoshlik beradigan bir necha tub olma ko'chiti ay bo'lib rasmiy beg'imizda mevvadi. Buni uzundan buyon o'ylab o'tdim. Orman belvig'idagi qum etsizlarga qurg'oqchilik chidamliq meva ko'chatlarini ter, ekinzorlik aylantirib, bek baraqsan yap-yeshil sepil barpo qilib, shamol eg'izini ching etib etsak, bakmi yaxshi bo'ladi. Ko'nglingni yanala mush punkt band qilib opdi-da. Men taxi Rayhonga band bo'lib ketib, bu punkt kelmay qo'yamdiki deb ansirgandim. Meni boshqa yoqqa bilib o'tamiya. Hozir islohot elib berilyapti. Kasbiy xodimlarni yo'tkab ishlatishga bo'ladi. Seni o'rmon barpo qilish texnik qatorida nohidan talab qilsak cho'qim unaydi. Oldi chiqqan quloqdan keyin chiqqan muz eshib ketadi degan gap emasmi? Bolam, endi gap sizlarda qoldi. Men ishga tutilgan ziyoli yoshlardan bir nechini olsaqmikin devdim. Bo'ladi. Ikkimiz bo'linib harakat qilaylik. Bo'ladi, shuna qilaylik. Qadir, tozing. Yaxshi. O'zingizmi ya? Qandaqga? Yomon emasga.
sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? Turn around and see the Ay, Kadir. Bu Ali Akın'ın ödüge algan üzümlüğü. Nemişke uğurlaysız? Paşa kız, yaxşı adamga qarchaplaman. O'g'ri degan qo'li bilan oladi. Mening qo'lim yanchug'imda tursa. Yemang, 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 yemang. Yemang, yemang. Voy. Qo'lim tatdi, qo'lim. Voy, qo'lim tatdiling deyman. Qarab tushirdim men. Qo'lim tatdi. Ha, unda qilma. Voy. Ma qo'lim tatdilar. Qo'lim tatdilar. Akilim, tez bulun. Qo'lim tatdilar. Akilim, Uf. tez bulun. Mana. Akilim. Bo'ldi mu? Yana so'g'ishtiram. Ay, Kadir, eşek arabası geldi. Ay, Kadir. To'xta. To'xtang. To'xtab turing, qizlar. To'xta. Hey, menda boruğunuzni to'xtatmaysiz. Ay, Kadir, to'xtang. Sıram. Qizcha, men ukamni tanamsiz. Sodiq degan bolni-chi? U oliy maktabni bitirdi-mi? Bo'ldi, uni gap qilmang. Bu qeti men rasmiy xizmat taqsim qildi. Nima xizmat? Pul to'lmay üzüm yeydigan xizmat. Tumshug'ingizni ushlaysiz-ku. Rost gap qilyapman. Rost shunda xizmat bormikan? Rostmi-chi? Tikkan tal ayvog'andan keyin tunji yili tushgan üzümni bekorga yeydi ekanmiz. Tavizim bormikan? Borka. Undaq bo'lsa, men billa boray bo'lamdi. Bo'ladi. Ikkimiz birga Mahmud kam degan odamning yotig'ini topaylik. U kishi punktning boshlig'i ekan.
Sadık, bağrınız acep mi qattiq ekan? Tüzük xo'shlashmaylik ketib qoldingiz. Mana yana keldim-ku. Sadıkko, datsıga o'xshash qumluq mastanisi bo'pti. Hozirgi yoshlar rahatlik yerlarga, nap chiqadigan yerlarga berishni o'ylayapsa, Sadık degan bir nima. Biroq Sadık ko'z oldimizda cho'ng bo'lgan yaxshi bola. Qizimizning tomirining nega soqiyotganligini bilmayyotamsiz. Bu punktingiz qurib ketsin. Men o'lsam uyga bormayman. Undaqda bizning ishimiz yo'q. Men sizning ko'nglingizni mayl qilolmagan bo'lsam, ixtiyoringiz. Bu Obdan qizim, undaq qilma.